Zo'r holatda 2013-yil 1.6 kraskasi toza Lacetti chiqdi. Kraskasi toza degan sababi, bilasizlar, o'zi Lacettilar dardi bo'ladimi? Kolenka sepilgan. Lacetti o'zi, любой Lacetti minadigan odamda kolenkasi sepiladi. Sababi, o'sha anaqa bo'lib ketadi. Plesing bo'lib ketadi. Lekin holatlari tiniq, bir qo'l dehqonni o'zidan xudo xolasa. Aka aytayapti, motor ходовой korobka ishi yo'q, korobkani yog'iga chalmashtirib qo'ydim deyapti. Tiniq 100 tali metani bonusga cheklar bor ekan. Bonusga chek bor ekan. Qarang, 4 eshik, torpeda shumka bo'lgan video registratori pulti bor. Hozir motorini ko'rsam, buni ishvozi ko'pda. Obunachilarimiz orasida buni ishvozi sababi 1.6 rul gidravlika, ABS sistema, ikkinchi pokoleniya gazi, konditsioner, pult, dekor, koreyskiy akkumulyator yangi yaqinda qo'yilibdi. Korobkani yog' almashgan, akkumulyator yangi qo'yilgan, motor ходовой korobka shu lyuklari, konditsioner